pudralarimni 1 dan 10 gacha baholaymiz. Qani ketdi bo'lmasa. Короче, sizlar hayron qolgandirsizlar, nimaga trenddagi pudra yo'q deb bilmayman. Men eng sevgan pudralarim shu. Или ishlatganlarim ham shu. Undan boshqa pudra olmaganman ham, ishlatmaganman ham. Ну, pudra o'zi shu yildan ishlatish boshladim. Короче, manba Короче, shu brendda pudrasi menga juda ham yoqadi. Mamitda o'zi pushti rangi bo'lgan. Men уже buni surib ketib qo'yganman, o'shaning uchun buni solib qo'yganman. Или manba bo'lsa o'zimni yuzimni rangi, короче, makiyaj qilganimda shuni ishlataman. Menga juda ham yoqadi. Hidi ham, o'zi ham приятный. Undan 100 qo'yish mumkin bo'lganda, undan 100 qo'yardim, undan 10. Manba Note pudrasi menga juda ham yoqadi. Men bunaqa joyi o'chib ketganiga qaramanglar, chunki men влажный bilan ham artib turaman. Men bu joyini ishlatmaganman. Yuzimning rangi bilmayman, nimaga qanaqa sursam menga surganim bilinmaydi, qo'limga olingani bilinmaydi. Parfumga ham olingani bilinmaydi. O'shaning uchun o'sha ishlatmaganman. Men bu pushti rangi juda ham chiroyli. Endi maza qilib ishlatyapman, ko'rasizlar, o'sha tegiga yetib qoldim. Yana olaman. Ondan necha qo'yaman? Ondan 9 qo'yaman. Oynasi ham bor. Ichidan ham anaqa chiqqani va suradigan gubkasi bitta bilmayman. Yo menga biroq tushib qolgan uchun mashina hisobiga bo'lmasa ondan 10 qo'yaman. Rahmat, like, podpiska bo'lib qo'yinglar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar.